qaytib kelma sürgün shamallar. Aziz Eysa Elkün şiiri. Küzdeki altundek parlagan sahar, hamma narsa altun rangda boyalgan, mening quyoshsiz qalbim yo'rg'an, güzelliki hayotning namoyanda, u ko'k osmon bilan quyosh ostida o'zini oshkorlagan. Ming shukr qo'yningda yashg'inim uchun, sening soplig'ingdan har nafsimni olganim uchun, biroq mening tinchsiz talabchan yurakim azobda, qandaqdir rahatsizlik qalbimni o'rtar. Bu hayotning safri shundoq o'tib ketarmi, yoki u ajoyib go'zal hislarga to'larmi, yoki u toshdan toshga so'qilib oqibat agiz suvlardek pastga qarab oqarmi? Men mayin shamollarni anglayapman. Ular yuttirayotgan vatanini izlab uchqan. Men ularga cho'nqur sevginish ilkida baqdim. To'kilish oldida turayotgan yopurmoqlar. Men ulardan birini yenikkina tutqunimda, u mening alqinimda beljandek tipirlidi. Uning ranglari o'ngib ketgan edi. Men o'zimning aksini uning qasriqidan ko'rdim. Bichara vatansiz yupurmoqlar, ular mening qo'limdan tinchlik, panohlik izlayotdi. Nadomat gullari yurkimda yep-yangi, surgunning rahimsiz yillari uni chechaklatmoqda. Qismatimdan uzoqlarga uchib ket shamollar, sen vatansiz qushlarga o'xshab qolma. Senmi mendek vataningdan surgun bo'lib qolmagan. Asla sen mendek surgunni izlab qaytib kelmagin. Qaytib kelma surgun shamollar. Qalbimdagi iztirob kemam, seni yamashning vaqti keldi. Men bugun she'rimni yip qilib, surgunlikning sakpari bo'lgan yelkinni yamashga keldim. Endi qaytib kelma surgun shamollar. Aslidilla muhabbatmi, o'chmanlikmi, qismatmi, ham she'rmi, hammasi biz uchun odam va havo zamonidan boshlabla biz surgun bo'lib ketishdan burun muhabbat ilohiy tarafidan hadiya qilingan. 12 noyabr 2022 yili Londonda yozildi. She'rni Aziz Eysa Elkün o'zi o'qidi. Rahmat. She'rni anladığınlar uchun rahmat. Hammanglarga Kemina Elkündan salom.